Assalomu alaykum do'stlar. Bugun haftaning juma kuni, kechagi payshanba kunidagi yangiliklarni ko'rib chiqdinglar va bizdan dushanba kuni nima yangiliklar kutdi? Buni hozir video davomida birma-bir ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Undan oldin videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Qani unda videoni boshladik. Xo'sh, birinchi yangiligimiz potiflar keldi. Ikki xil potiflar keldi. Menga ikki xil o'tpadan Militao bilan Martinelli tushdi. Martinelli tezligi juda ham baland ekan. To'g'risi menga yoqdi, kilosi ham roziman, garochi. Sizlarga qaysi potif tushdi? Buni kommentariyga yozib qo'yinglar. Ko'pchilik aytdi, qanaqa potiflarni tanlab olamiz sizlar? 4 ta post qoldirasizlar. Qarshi bitta tekinga ochasizlar, 3 ta ko'rinish boshlangandan keyin bittasini tanlab olish imkoniyatini beradi va o'sha yerdan bittasini tanlab olasizlar. Va aytganinglardek hammaga Neymar berdi. Neymar qanaqa berdi, nimaga berdi desanglar, men ko'namiga aytdim, bularga Neymar kerak ekan tekinga dedim. Hammasini SMS-ga jo'natib qo'ydim. Mana hammalarga Neymar berdi. Neymar ham Santos kartasi yetib keldi. Neymar Santos kartasini kim 106 qila olmayotgan bo'lsa, hozir birma-bir tushuntiraman. Aslida o'zingizlarning komandalarda 102 bo'ladi. Lekin Santos komandaga o'tkazib, komandalarni Poli Santos taktika qilsanglar 106 reytingga ko'chib o'tadi do'stlar. Va dushanba kunidagi yangiliklarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, dushanba kuni bizani 3 ta epik kutdi. Bular Casillas, Lilian Thuram, yana bittasini ismini bilmadim, buni kommentariyga yozib qoldiringlar. Shu 3 ta epik kutdi. Lilian Thuram 108 reytingda bo'lar ekan. Tasavvur qilinglar, himoyachi 108 reytingda bo'lib keladi. Xo'sh, agar buni ochmoqchi bo'lsanglar yoki sizlarga ko'ngiz kerak bo'lsa, Telegram kanalida bemalol obuna bo'lib, o'sha yerdan arzon kursdan olishingiz mumkin. Agar Rossiyada bo'lsanglar, rublni ham qabul qilib olamiz. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga kattakon rahmat.